Samandar aka, o'tgan yili sizga yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv deb nomlangan kitobning birinchi nashridan ekzemplarni bergandim, esidami? Bergansiz, esimda. Mana bu ushbu kitobning demak ikkinchisi. Bilaman, sizda o'zingiz maktabingiz bor, aynan nutqlik san'ati bo'yicha. Shunday. Talabalaringiz uchun bu yerda kerakli ma'lumotlar albatta bor va bu yo'nalishda lifehacklar bu yerda yetarlicha. Shundaymi? O'quvchilarim ichida juda ham sizni sevadigan insonlar bor. Rahmat. Sizni rostmana sevishadi, haqiqiy yaxshi ko'rishadi va mana shu kitobingizni qidirayotgan insonlar bor. Men ularga qayerdan xarid qilsa bo'lishini aytdim va siz kitobingizni olishyapti hammasini. Yaxshi yetkazib berishlari bilan bor ekan, hattoki. Shundoq. Va bu kitobni menga Otabek taqdim etganda men benihoya xursandman va albatta buni ham o'qib chiqaman hammasini. Otabekning yozgan kitobida o'ylaymanki, Otabek har holda hozirgacha o'qib chiqqan nechta kitoblari bo'lsa, shuning ichidagi hamma insightlarni shu kitobga solgan bo'ladi, fikrlarda. Maksimal darajada Maksimal qadamda. O'shaning uchun meni quvontirdingiz lekin Otabek, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Yaxshi yangilik shundan iboratki, bugun As-Sahidan telefon qilishdi. Kitob deyarli yo'q, tugabdi. Ertadan boshlab biz 3-nashrni ustidan ishlashni boshlaymiz. Ana buni bestsellersi bo'ladi. Rahmat sizlarga, hurmatli obunachilar. Fursatdan foydalanib, aynan Samandar akaning yonida shuni sana aytmoqchi edim. Bir oyning ichida 5000 ta ekzemplyar sotildi. Katta rahmat sizlarga, hurmatli obunachilarim, hurmatli fikrdoshlarim. Biz bu jarayonni davom ettiramiz va ertadan boshlab biz 3-nashrni ustidan ishlashni boshlaymiz. Xudo xolisa 3-nashrni taqdimotida Samandar Xobraqulov bilan birgalikda ko'rishganda, Ko'rishguncha. salomat bo'ling. Qadrdonim, rahmat. Rahmat Otabek. Umringiz uzoq bo'lsin. Yes. Bingo. OBXSS.